Men u qizni taniman, lekin yo'q salom alik. Ko'hada ko'p ko'raman, asosan kunduzman. U juda sodda qiz, og'ir bo'lsa xayoli. Uyatdan nisha degan gaplarga qilar amal. Yigiti yo'q uni, oshiqlari qop-qoroq, uni hurmat qiladi. Hatto babnik xuligan, sochlari qop-qora-yu, ko'ylagi va qunloq. Menimcha nazari ham to'q uchimas boylar puliga. Men unga hirs nazarda qaramayman shavoni, chunki qaddi qomatin berkitadi keng libos. Mana shu qizga yetsam deb orzu qilaman uni, lekin bu farishta qizga o'zimni ko'rmayman mos. To'qnash kelib qolsa-ku, yer chizib o'tar nigohi. Uyaladi hattoki salom deyishga. Sochlarini asta silab qo'g'irlar nozik barmog'i, qaygadir shoshadi o'qishgami yo ishga. Kecha bitta do'stimning qarindosh akasi keldi. O'zi qo'shni tumandan mehmon ekan u bugun. Kim bilandir uyatsiz hazillar qilardi tilda. Oldimizda gaplashardi, qizni so'kardi nukul. Nihoyat suhbat tugab, gap boshladi tirjayib. Bu qishcha mahallindan poxodusan tanisan. Uni maqtanish toni borar edi kuchayib. Telefonda rasmlar bor ko'rsataman, xo'lisanmi? Ne ko'z bilan ko'rayki, men hurmat qilgan o'sha qiz yotardi bir ahvolda, suzib ko'zing shavoni. Hayron bo'lib qolgandik, do'stim bilan ikkimiz yarim yalang'ochda, o'sha ibo hayoli. Bu nimasi? Muzladim bir zum qaraq. Shumidi bizlar bilgan o'sha go'zallik tabiiy. Shayton mazax qilardi, handon o'tardi abla. Do'stimning qarindoshi uylangan ekan Temboli.